men farzandli bo'lmagunimgacha bu narsaga umuman ahamiyat bermayapman. Nimaga deysizlar, kelinglar ko'rsataman. Shkafni polkali joyiga nazar soladigan bo'lsak, farzand o'sgan sari shkafni ochib ichiga narsa solayotganingizda, kelib turib shu tortmani tortish ehtimoli bor ekan. Biz uni avval men misol uchun o'zim ahamiyat bermagan ekanman. Endi nima qilinyapti? Polkalarimizga maxsus teshik ochib, mana ichiga kiyilyapti. Bu tortsangiz ham chiqmaydi va kimdir kaltaroq, kimdir uzunroq narsa qo'ysa, polkani razmeri qo'shimcha teshiklar ochib turib, razmerlarini baland-past qilsa bo'ladi. Va eshiklari ham shovqinsiz, qattiq yopsiz ham ovozsiz yopiladigan mexanizmlar bilan ishlatilgan chekkasi polka. Endi maksimal qulaylik qilish uchun harakat qilyapmiz insonlar uchun. Mana ochganingizda bu erkaklar tarafi kostyum, shimga maxsus ushalgan. Mana ko'rpingiz o'rtasida ham alohida bo'linma ajratib turadi. Buni ko'pchilik shu narsani ham qo'ymayapti. Tepasida esa mana bosh kiyimlar uchun buni yopamiz. Bunisini ochsa esa mana ayollarning bo'limi bosh kiyim, uzun kiyim hamda oyoq kiyimi uchun maxsus bo'linmasi bor. Mana yopamiz. Va yana bitta katta muammo bo'lardi spaniylarda. Shu oyoq tarafda ko'pchilik mana oyog'ini urib oladigan holat bo'ladi. Shuni oldini olib, yerdan ko'tarilib turadigan qilganmiz. Mana kiyganingizni bemalol oyog'ingizni urib olmaysiz. Chiqayotganda ham ichkarida turadi. Ham ko'tariladigan mexanizm bilan qilganmiz. Ko'rishlar mumkin, polniy metal konstruksiya bo'lgan, ichi bemalol og'irlikni ko'taradi. Va ko'pchilikda shu narsasi yo'q. Gradusini mana shu joyga keltirib qo'yib yuborsangiz ketib qoladi. Bunda ketmaydi. Va mana bu joyi maxsus silikondan qilingan. Ko'targaningizda boshqa misol temir bo'lardi, u yotganda va matras bosilganda u temirga botardi. Shularni ham oldini olingan. Nimasi zo'r? Shkafning ustini keraksiz narsalar bilan to'ldirmaysizda, ba'zi ishlatadigan narsani shkafning ichiga qo'yib yuborasiz. Mana trimosi ham shunaqa. Maksimalli og'riqlarni yo'qotganimizda, tumbalar og'ir yuk solganingizda mana shu joyi bir-birini qisib qo'yardi avval. Shuni oldini olish uchun maxsus qalin tanli mexanizmlar qo'yganmiz. Og'irligi 35 kilogramgacha ko'taradi har bitta tortni. Og'ir yuk solsangiz ham bemalol ko'taradi va bir-birini qisib qo'ymaydi. Ruchkalar ham qayrilib ketmaydi, qalin qo'yilgan. Mana shu joyga polniy PVH kromka bosiladi, archilib ketmaydi. Yana bir joyi, mana ko'rishingiz mumkin. Ayollarimiz buni sevib xarid qilishyapti. Tilla taqinchoqlar uchun maxsus bo'linmasi bor. Buni xohlasanglar olib oddiy tortma qilib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Tepada ichida nima borligini ko'rsa bo'ladi. Mana tumbalarimiz ham juda qulay qilib ishlangan. Mana bosh qismini ham mana ko'ryapsizlarmi? Bunday bukibroq ishlangan, o'tirib kino ko'rasizmi, kitob o'qiysizmi, shunga qulay qilib ishlangan. Orqasi tolib ketmaydi, tekis qilinmagan. Eng zo'ri pufiyni bizda o'tirib bezanish uchun emas. Ko'pchilik ayollarimiz shunday qo'yib, shkaf ustidagi narsalarni bu yerimizni olish uchun ishlatadi. Shuning uchun baquvvat sinib ketmaydigan qilib ishlaganmiz. Yotoqxona nomimiz Larin. Kimga batafsil ma'lumot yoki narxlari qiziq bo'lsa, bizga shu raqamlarga aloqaga chiqing va batafsil ma'lumotni biz berib ketamiz.